viloyatidagi Shohona darvozamizga o'zlarining oilasi o'zgacha bo'lib chiqdi. Namangan viloyati Haqlobodga kelib kelib o'rnatdik. O'ta o'zgacha chiqdi. Darvozalarimizga kelsak, hop, yondollari 12 ga 8 bo'lgan. Gullarga e'tibor bersizlar, kuynali, taglari, listlarimiz 1.8 pilsovoy. Adlanchkalari o'ta o'zgacha bo'lib ishlandi. Mana ko'rinishlari. Tagida nomerlarimiz bo'ladi, bemalol aloqa chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Sizga ham shunaqa chiroyli, sifatli ish kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasiz. Zamonlarni ham o'ta o'zgacha qo'yib berganmiz. Ichkarida puls navestimiz ham bor. Orqa tomoni 2 qavat bo'lsa, mash ko'rinishda bo'ladi. 3 qavat bo'lsa, tekis bo'ladi orqasi. Ishimizning eng chiroylisiga keldi. Mana yana bitta. Mana navestlarimiz o'ta o'zgacha bo'lib chiqqan. Lazer narsalardan foydalanganmiz. Lazer izlaridan o'ta o'zgacha bo'lib chiqdi. Mana firmalarimizda ham lazerlari bor, listdan qilingan. Obleklarimiz yo'ldivi bo'ldi. Mana tepa qismini ko'rsatib oling. Keyin tag qismini, stumbalarni ham ko'rsataman. Tepalari ham chiroyli qilib qo'ydik. Orqa tomonlarni ham mana ucha gullarimiz ham o'ta o'zgacha bo'lib chiqdi. Stumlarimizga kelsak, manilarida nijdivenka bo'lgan, taglarda ham nijdivenka bo'lgan. Shu ustunimizdan 4 ta. Necha gapga ustamasimiz. To'g'rilar ham nijdivenkani bir-birini ko'rib urushyapti soyasida. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube barcha tarmoqda bormiz. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, chiroyli qilib beramiz.